xatmi Qur'on qilib bering, savobini shu odamga bag'ishlab marhumga deysa bir men Qur'on xatmi qilib qo'yganman, shuni baxshida qilaveraman. Yaqinda xatmi Qur'on qilib qo'ydim. Shuni baxshida qilaveraman desa bo'laveradi, zarari yo'q. unga qancha bir miqdor keyin unga haq olishchi. Bo'laveradi, haq olsa ham bo'laveradi. Talab qilishligini ulamolar ixtilof qilgan-u, lekin bersa bo'laveradi. Fatvo kitoblarida hattoki bir nisob narxida olsin deydi. Sizlar nima ish qilsalaring ham qonunga to'g'ri kelaveradi-ya. Xatm Qur'on qildirdingmi biror kishiga? Qancha berdingiz? Qancha berdingiz? 2 pora. Qancha berdingiz pul xatm Qur'on qildirganingizda? 400 ming berdim. 400 ming kam beribsiz. 400 ming kam beribsiz. 3 ming dollar berishingiz kerak. Voy, bilat. Сколько? 3 ming dollar. Да ты что, охуел, блядь, сука? Ты зачем? Endi bizda elda shunaqa ekanda. Ya o'sha Eldagi narxiga shu. Yo'q. Boshimdan o'tganda bilarkansiz-ku. 400 ming berib turib, bersak joyimizni so'rayapsizmi? 40 dollar. Ha, shu elda shunaqa ekan. Mana hammaga shunaqa beradi deyishdi, shunaqa berdim. Shu joyizmi, to'g'rimi, noto'g'rimi? To'y ham qilib turasizlarmi, to'y? Ha. Zaksga qancha pul ketadi? Endi zaksga ham ketadi. Qancha? Endi ancha bo'ldi to'y qilmagan ustoz. Taxminan hozir o'sha bir surishtirib ko'rmadingizmi? Hozir zaksga qancha ketyapti? Mashina gaplashish kerak, aylantirish kerak ularni. Ming ketamikin? Endi shuni bilmadim. Xijolat qilyapsizmi savolingizni saviyasidan? Endi shu narsa joizmi? Bir ikki tushta odam shu narsa nima bo'ladi? Shuni so'rash kerak deyishuvdi. Xijolat qiladigan saviya ham yo'q deng. Sog' bo'ling. Alloh insof bersin. Vajohati bir ko'rib, qanday ulug' zot bilan uchrashib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsalaring kerak. Bizning asl zotimiz Buxoroy sharifdan. Bobomiz mashhur eshona edilar. Otam rahmali, suv desalar, suv teskarisiga oqaradi. Kun desalar. Dalda yo'q. Dalda yo'q. Aytadi-yu, bir odamning gapi bor, eshakka keragidan ortiq e'tibor qilsang, o'zini zotdor otman deb o'ylaydi. Dalda yo'q. Bu Amerika bilan Rossiya o'rtasidagi tanlov bo'lib qolsa, nimani tanlash ma'qulroq? Ikkita yomondan qaysinisi yomonroq desa, men Amerikani yomonroq deyman. Keyingi hujum O'rta Osiyo. Ukrainada to'ntarish qilib, eplab oldi. Bu to'ntarishga qarshi fashistlarni kelgan joyga qaytaraman deb Putin hujum qildi. Agar Putin yengilsa, keyingi hujum birodarlar O'rta Osiyo, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston. Bu joyida to'ntarishlar qilinadi. Chunki asosiy qarshi chiqishi mumkin bo'lgan kuchga ular barham berganmiz deb o'ylashadi. Keyin Mirazil bozorib yuradi. U xiyobonda ekan qarag'ay, Zelyonik. Abror Putin parast, Rus parast. Men kazyol emasman, lekin naqlay. Xoinlik qo'limga tutqazdi qalam. Сказочный долбоёб. Ocha! Abroriydi. Aqollari sacha tara. Gapira olmaydilar. Tillari sal nozik. Men o'g'il to'y qilganimda pochcham ustidan zakuslarni o'rniga tillari tishlab olganlar. 3 dan 2 santimetr uzilib tushgan. Kayfda emas. Pochchamiz majlisda gapiraman deb tillarni ishlab olganlar. Bu gaplarni hammasi tuhmat qarindosh. Qachon tilga kirsalar, nima bo'lganlarini o'zlari aytib beradilar. Ocha! Hoji bobo, bir masalaga shubha qilib qoldik. Abo Muslimiy sohibi Qur'on bilan Nosiri Sayyor jang qilgan ekanlar. Ana shu jangda Nosiri Sayyor Abo Muslimiyning boshlariga gurzi garron bilan urgan ekanlar. Ana shundan keyin Abo Muslimiy yerga
tizzalarigacha kirib ketganmilar yoki bo'lmasam bellarigacha. Man basharasini ochayotgan tashkilotlar oddiy tashkilotlar emas. Ana nima degandim? Men Amerika o'yinlarini ochyapman ba'zi o'rinda. Rossiyani o'yinlarini ochyapman. Mana shu o'yinlarni tagida yurishlar sizlar. Endi Amerika bitta ahmoqning qo'liga, Abdulloh Zufar bitta ahmoqning qo'liga fatvo berib falonchini o'ldir desa, menga suiqasd qilishadi. Men buni bo'ynimga olib gapiryapmanki, chiroyi mardonalik bo'libdi. Buni mardu maydon dedilar. Sakayli, nima